Assalomu alaykum hurmatli Fors tili Buxoro kanali kuzatuvchilari. Bugun yangi darsimiz boshlaymiz. Bugungi darsimiz fors tilida miqdor sonlarning ifodalanishi bo'lib hisoblanadi. Endi mavzuni boshlaymiz. Diqqatimizni doskaga qaratamiz. Demak, barcha tillarda bo'lgani singari fors tilida ham sonlar birliklar, o'nliklar, yuzliklar, mingliklarga bo'linadi. Miqdor sonlarning ifodalanishi fors tilida quyidagicha bo'ladi. Ko'rib turganimizdek, chap taraf birinchi ustunda biz ishlatadigan raqamlar, keyin fors tilidagi yozuvi, keyin uning o'qilishi, keyin fors yozuvida raqamlarning ifodalanishi. Demak, yek, dö, se, chahor, panj, shesh, haft, hasht, nöh, dah. Yozdah, davozdah, sizdah, chahordah, ponzdah, shonzdah, hefdah, hejdah, nuzdah. Shu yergacha ko'rib turganimizdek, birdan boshlab 20 gacha bo'lgan sonlarning barchasi bitta xonali so'zlar bo'lib hisoblanadi. Endi o'nliklarni ko'ramiz. Dah, bist, si, chehel, panjoh, shast, haftod, hashtod, navad. Ya'ni 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 bo'ldi. Yuzliklar. Sad, devist, devistni dusat deb ham ishlatadigan ko'rinishi bor. Sisat 300, chahorsat 400, ponsat 500 bo'lib hisoblanadi. Qadimgi o'zimizning asarlarda ham ponsat boshi degan so'z bor, ya'ni 500 kishiga rahbar, 500 so'zdan olingan. Xo'p, davom ettiramiz. 6 saat, 600, 7 saat, 700, 8 saat, 800 va 9 saat 900 bo'lib hisoblanadi. Bular yuzliklar bo'ldi. Endi mingliklarni ko'radigan bo'lsak, hezor bu 1000, 2000, 2000, 3000, 3000, chahorhezor, 4000 shunday davom etadi. 5000, 5000, 6000, 6000, 7000, 7000, 8000, 8000, 9000, 9000 bo'lib hisoblanadi. Va 10000, 10000 bo'ladi. Shunday davom etadi. Boya aytganimizdek, birdan 20 gacha bo'lgan sonlar bitta so'z bo'lib hisoblanadi, ya'ni bitta so'zdan tashkil topgan. 20 dan keyingilari ikki xonali so'zlarda, ya'ni ikkita so'zdan tashkil topadi. Buning imlosi qanday bo'ladi? Bunda har bir so'z orasida bitta vov harfi yoziladi-yu, ö deb talaffuz qilinadi. Aytayapti, 20 dan yuqori bo'lgan sonlar, o'nliklar, yuzliklar va mingliklar, million bo'lsa ham ketaveradi shunday. Ö bog'lovchisi bilan bog'lanadi va murakkab son hosil qiladi. Ö bog'lovchisi talaffuzda o'zidan oldin kelayotgan so'z bilan birga talaffuz qilinadi, lekin imloda ajratib yoziladi. Misolini ko'ramiz. Bistö panj, mana bist 20, panj 5. 25 bo'lsa, bizda hech qanday qo'shimcha yo'q, 25 deyiladi. Bularda esa vov yoziladi-yu, oldingi so'zga qo'shib o'qiladi. Bistö panj. Bist panj deyilmaydi. Bistö panj deyiladi, lekin yozuvda ajratib yoziladi. Keyingi misolimiz si sadö, chehli haft. Birinchi ö sisatga qo'shiladi, ikkinchi ö chehlga qo'shiladi. Talaffuzda bu. Yozuvda bir xil turadi, alohida. Ya'ni 347 bo'ladi. Sisat 300, chehl 40, haft 7. Keyingi raqamimiz 4 xonali. 6000, ponsatö, siyo yek. Ya'ni 6531 bo'ladi. Mana shu zaylda necha xonalik son bo'lsa ham, ular orasida bitta vov yoziladi-yu, talaffuzda ö o'qiladi va oldingi so'zga qo'shib ifoda etiladi. Mana birinchi qatorda million so'zining yozilishi, ikkinchi qatorda milliard so'zining yozilishi, o'qilishi million so'zi million deb, milliard so'zi esa milliard deb o'qiladi. Endi shu mavzuning pastida berilgan bir ikkita topshiriqlarni ko'ramiz. Birinchi topshiriq quyidagi raqamlarni so'z bilan yozing degan. Men hozir o'qib beraman, yozishni o'zlaringiz bajarasizlar. 3 se, panj 5, 4 chahor, 9 9, 8 8,
20, 20, 17 hefda, 23, 24, C, 48, chehlu 8, 1952, 1952, 4008, 4008, 613, 613, 7982, 7982, 101, 101, 96, 96, 40, chehel, 203, 200, 587, 587. Bugungi qisqa mavzumiz shulardan iborat edi. O'zlaringiz mustaqil ravishda hozir ko'rsatib o'tilgan barcha sonlarni yaxshilab yod olinglar. Davomdagi mashqni bajarmaganimizning sababi tartib sonlari mavzusini hali tushuntirganimiz yo'q. Bu mashqlarda tartib sonlarini bilishimiz kerak bo'ladi. Keyingi darsimizda tartib sonlarini o'zlashtirsak, undan keyin quyida berilgan mashqlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Yana takrorlayman, uyda yana o'zimiz mustahkamlashimiz, ko'proq o'qishimiz, yod olishimiz kerak. Fors tiliga qiziqadigan tanishlaringizga havolani bo'lishib qo'yinglar. Keyingi darslargacha xayr, salomat bo'linglar.